Bahodir, mana bu burchaklarini qanaqa chiqazding? 90 chiqazib qo'yibsan-ku. Keling, holitingizni ko'rsatib beraman. Bizga asosan bu narsaga kerak bo'ladi freza va stроительный fen kerak bo'ladi. Hop, qo'yib olgan razmerlarimizdan bambuk panelni ichki tarafdan freza ochib olamiz. Hop, frezamizni ochib oldik. Endi buni fenda qizdirib olamiz. Jo tarafidan qizdirsak, ancha Yaxshi bo'ladi. panelni tashqi yuzi sinib qolishi mumkin. Hozir buni ustida klonkasi bor, klonkasi erib ketmaydimi? Yo'q, ehtiyotkorlik bilan shoshmasdan, juda yaqin bormasdan qizdirishimiz kerak bo'ladi. Ustidagi himoya o'sha plyonкасы ancha buni himoya qilib turadi, erib ketib qolmasligi uchun. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Panelni 45 gradusda kesib bukib oldik, qizdirib. Bu narsada asosan ehtiyotkorlik, shoshmasdan ishlash talab etiladi. Videoga oxirisiga bitgan joyini ham qo'yib yuboramiz. Detalimizni devorga qo'yilgandan keyingi holat